Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslondak yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yüragim ağrıpta duruvatıdı. Özleri bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lam degan deyman. Qachon nur chechib, atar oltin ta. Otmam deganda bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu ta. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, Nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur. Kuchonni olmoqchi kammaymiz. Açıl. Nima açıl? Qizilgul açıl. Sen şu taklitda turpanlıqning puli bilan soda qilib, bir qancha qatim aylantirib ko'rgin. Sening boy bo'lmaganingni men bir ko'ray, deydi. Akisining ko'rsatmasi bo'yicha u kishi turpanga berib turpanliqning puli bilan 4-5 yil tijorat qilib, obdan boy bo'ladi. Hozir Urumchiga qaytib chiqib, qo'ro joy soldi. Atrofdan yer zamin tutdi. Yaxshilab do'kondan birini ochdi-da, boy bo'lib yurayverdi. Mana mushundaq ish. Hey, hozir bu kishi turpanga bormaydi. Turpanliqni tonimaydi. Turpanliqni ko'rsa, qopiqidan muz yog'idi. Ashundaq kishilardan turpan xalqining talablariga madad berdi deb umid kutishga bo'landi. O'ylab ko'ring, bu mumkin emas. Ustamning bu oddiy bayoniga siyosiy, iqtisodiy jihatlardagi nurg'un fikrlar yoshiringan edi. Abduxoliqning ko'ziga boshda oddiy soda ko'ringan puruch kasib, mana endi katta mudarrisdek hurmatlik ham yaqinlik ko'rinmoqda edi. Darvaqa siz aytgandek, men uchrashgan bir qancha boydan biror manfaatli fikr ololmadim. Ulardan foyda ololmaysiz. Yaqinlab borsangiz, saskinib ketsiz deganimning ma'nosi mana shu yerda. Men ularning tegi taktini, qanday odamlar ekanligini obdan bilaman. Ular Nikolayga tayinib dehqon chorvachilarni bo'zak tepish bilan boy bo'lgan. Hozir ularning hammasi hukumatga tayandi. Hukumat kattalariga tang sherik bo'lib pul qarz oladi. Shu pulni aylantirib foyda topadi. Foydaning bir qismini hukumat kattalariga beradi. Ular bu ishga kelganda bak qo. Do'konga bir xaridor kirib, ustamning so'zini kesib qo'ydi. Xaridor o'zining buyurtgan kiyimi to'g'risida so'z qilib, xeyli vaqtni olgan edi. Abduxoliq Uyg'ur o'rnidan turib, ustamga qaytib kelish to'g'risida va'da berib, xo'shlashib do'kondan chiqdi-da, to'p-to'g'ri Do'nko'rik tarafga yo'l oldi. Saypun xonidan mamnun bo'lib chiqqan shoir ko'chaning o'ng tarafida ketib etib, ulpat degan shu, unda odam bilan 5 minut ulpatlashsa-mu, odamning ko'ngil ko'ksi bo'shab qoladi ekan deb o'yladi. Shoir tikimchilik do'konidan chiqib 200 qadamcha mong'andan keyin ko'zi tuyuqsiz yo'l yoqasidagi bir tup qapoq terakning yenidagi do'konda paranglashib o'tirgan Husaynboy boshliq bir necha boyga tushib qoldi. Ularga salom berib o'tmay bo'lmaydi. Chunki bu boylar bundaq taraflarni bek inchikilaydi. Agar salom bermay o'tib ketadigan bo'lsa, kimning bolasi deb surishti qilib tepib, qattiq adovat tutadi. Onun ustiga shoir u kishilarga tonish edi. Shunga u do'konga kirib ularga salom berdi. Baylar shoirning salomini tangli ilik elib, mamnun bo'lgan holda boshlarini langishtirib iltifot ko'rsatdi. Ha, o'g'lim, texi qaytmadingmi? Dedi Husaynboy. Ishni bitirmagachga texi qaytmadim. Dedi shoir adab bilan. Shoirning qilmoqchi bo'lgan ishidan olli-burun xabar topgan Husaynboy javob o'rnida: odam bolasining qilmoqchi bo'lgan ishlari har doim o'ylaganingdek bo'lavermaydi. Bu yil bo'lmasa, kelar yil bo'lmasa, yana bir yil. Dedi va yenidagi hamrohlarga qarab kulimsirab qo'ydi.
Ular Abduxoliq Uyg'urning qandaq ish qilmoqchi bo'lganligini bilsin-bilmasin, Husayn boyning so'zini tasdiqlab, boshlarini langshitishdi. Bu boylarning bu to'nsoymi nima qilmoqchi? Qilmoqchi bo'lgani yana shu tantaklik degan tonishda bo'lishi tabiiy edi. Boy aka, Urumchida sizdan inobatli kishimiz yo'q. Bir oz yordam qilsangiz yaxshi bo'ladi. Hozir bizdagi jaholat, nodonlik bak eg'ir. Xalqni ma'rifatga boshlash jihatdagi talab bak ustun. Dal shu chaqda Husayn boyning qora burut Ahmad otliq bir odami do'kon oldidan o'tib qoldi. Boy uni chaqirib, Ahmad deb varqirdi. Boy uni chaqirish orqali Abduxoliq Uyg'urning so'zini e'tiborsiz qoldirmoqchi bo'lgan edi. Xo'shlar bay. Oq yuzlik, qora qosh, qora burut kelgan bu odam do'kon ichiga kirib, bu yerdagilarga salom berdi. Uning qarishib buruti kichkina g'o'zi yuziga moslashmagan edi. Quyuq o'sgan buruti uning lablarini yepib turardi. Naga boding? Abzlana. Ahmad, Shanxayga boding, Shanxaydan kelding. Salom beray deb o'ylamiding, ha? Ahmad beshini to'van selib jim turdi. Boy yana so'radi. Qani aytqina, Shanxay qandoq shaharkan? U yerda nimani ko'rding? Xo'sh. Shanxay pek katta shaharkan. Kattaligi qayerda ekan? Bahri muhit kabining yinida ekan. Qani aytchi. U yerda yana nimani ko'rding? U yerda kichik pochtalarni odam tortadi ekan, uni rikshoda ekan. Tavba qildim Xudoyim. Senmi o'ltirib boqdingmi? O'tirdim. Xudoning irodasi bilan u yerda masjid bo'lmaydi ekan. Namoz o'qiydigan joy izlab bir navbat o'ltirdim. Masjid bo'lmasa qanday qilding? Bir kuni peshin vaqtida elqi harbiga o'ltirib, Bahri muhit kabrining bo'yiga berib tushdim. Suning bo'yida andili peshinga tahorat olay deb o'ltirsam, kishilar varqirab, qosh, jiningni joyladigila turdi. Nim bola bo'g'indi deb qarasam, suning ichida ikki tol changza suni yerib menga qarab chiqayotgan ekan. Men qochdim. Shu orliqda odamlar taraf-tarafdan qiyiqlar bilan kelib, elqi changizni tutib oldi. Qarasam, changzi emaskan. Meni qo'g'lab kelgan ajdaho beliqning burti ekan. Ajab qiziqkan. Aytqina, bir tal mo'yi, bir tal changzdek bo'lsa, ajdaho beliqning o'zi qanchalik cho'nglik ekan. Qarasam, uning uzunligi mushiyadan oshu do'ngich keladi ekan. U chaqlarda hozirgi Qongching ko'chasining oshxona bor tarafi axlat to'kadigan bo'shliq edi. Kishilar danglardan ot qog'larini elib chiqib, o'sha yerga to'kib tog'dek do'ylab qo'yatdi. Yunus, sen berib o'lchab kelgan. Qancha qadam keladi ekan? Dedi boy do'kon buxgalterini chaqirib. Yunus Karimov ismli do'kon buxgalteri o'lchab kelib, 150 qadam keldi. Ahmad, rostingni ayt. Uzunligi 150 qadam. Burti changzda kelgan ajdahoning cho'nligi qanchalik keladi ekan? Qarasam, obdan samirgan mo'zaydak. Mani yolg'onchilik tutildi. Mo'zaydak cho'nlikdagi beliqning uzunligi 150 qadam. Burti changzdak bo'lamdi. Ahmaq, men ko'zimni yo'qol. Xo'sh. Ahmad shundoq debla bu qiyin sharoitdan qutulish uchun do'kondan tez chiqdi. U 2 qadam mongmayla boy yana chaqirdi. Ahmad, xo'sh, kel, meni qilichimni surtib qo'y. Ahmad bir tezi bilan yukinib o'ltirib, oliqonlar bilan boyning qilichini surtdi. Ondan chiqib ko'zdan yo'qoldi. Boylar uning orqasidan masxir qilib bir hazo kulishdi. Bu odam ko'nglimga bakli yaqin turdi. Buni qayaga buyursam, shu yerga bordi. Nima ish qil desam, shuni qiladi. Shanxayda ko'rib kelgan narsalarni anladinglar-ku. O'zining xiyoliga kelgan ishlarni qilib yurdi. Bir pul xajla desam, bir pul xajlaydi. Hargiz 2 pul xajlamaydi. O'zi o'ta ahmaq. Agar uni Jangjun bilsa, u muamroq bo'lib qoladi. U shundoq debla o'rnidan turib sirtqa qarab mo'ndi va bo'sog'idan otlab chiqib yetib, Abduxoliqqa qarab qo'ydi. O'g'lim, bizning uyga berib, bolalar bilan o'ynab kel. Bildingmi? Ilqi ishlaringni qo'y. Menga Ahmadga o'xshash odam kerak. Jangjunga texmi shunday kerak. Aql ho'shi bor odam bizning ishlarimizga foyda yetkazmaydi. Bildingmi? Bizning uyga borgin, ha? Boy so'zini oxirlashtiribla, hossini to'kildirib ketib qoldi.
Shoir boylarga bir pas qarab turgandan keyin do'kondan chiqib do'nko'rik tarafga qarab yo'l oldi. 8-bob. Shoir birdilla teshidan to'limi surli ko'rindigan. Amaliyotda yiltizidan chirib o'zaklari po'rga aylanayotgan. Tamamen qurib ketmaganligining namoyandisi sifatida ba'zi shoxlarining uchida 2-3 tal yo'pirmoqi pildirlab turgan qiyri so'gatni aslab qoldi. Hayoti kuchidan qolgan mundaq ko'ni daraxtlarning shoxlariga o'müchuklar to'r tortib, qog'i quzg'unlar chang'i salatdi. O'müchuklar o'z to'rig'i tushgan hasharotlarning qiyinini sho'rab, hayotini kapolatga ega qilmoqchi bo'lsa, qurt qo'musqalar chirigan o'zak qo'g'zoqlarni hajab jon saqlamoqchi bo'lgandek, qog'i quzg'unlarmi o'z changisini cho'rdab hayotga churatdi. Xuddi shuningga o'xshash Үрімчідегі chirik hokimiyatni bir to'p posiq amaldorlar bilan boy savdogarlar o'rib elib, o'z uvisiga, o'z tayanchisiga aylantirib olgan edi. Ular hadab bu hokimiyatni qo'g'dab, o'zlarining chiriklashgan hayotini davomlashtirmoqchi bo'ladi. Ularcha bo'lganda, bu chirik hokimiyat g'ulab tushmasa, bu zamin o'z peti turaversa, amaldorlar boylar o'z orzulari bo'yicha xalqni xohlagancha qoqti so'qti qilib, yenini tomlasa, ko'ngildagidek ish bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ularning og'zidan xalq ommasining zimistonni bahorga aylantirish, nodonlikni tashlab, ma'rifatga qadam tashlash to'g'risidagi haqqoniy talablarni qo'llaydigan biror so'z chiqmaydi. Bu jihatda ular to'limi insofsiz edi. Shunga ularga yaqinlashgan har qanday odam tikimchi ustamning tadbiri bo'yicha aytganda ulardan qattiq saskinib ketadi. Bu qitim Urumchiga chiqib qisqa vaqt ichida bir qancha mo'tavar boy bilan uchrashib fikrlashgan Abduxoliq Uyg'ur ana shunda hissiyotga kelgan edi. Bu ochiq hissiyot shoirning qalbida chirik, parxur amaldorlar va ochko'z, shaxsiyatchi boylarga nisbatan kuchli g'azab nafrat tuyg'usini uyg'otish bilan birga uningga cheksiz umid beg'ishlaydi. Daryoning oqadigan qini bo'lganidek, dunyoning ilgirlash yo'li bo'ladi. Tarixning chaqi hamon olg'a bosadi. Dunyo hamon oldiga qarab taraqqiy qiladi. Yo'ruqlik baribir qorong'ulik ustidan g'olib keladi. Shuning uchun inson bolalari umidvor bo'lishi kerak. Umid degan odamni go'zal istiqbolga yetkazadi. Odam bolalari umidlik bo'lgandala, xuddi dengiz to'lqinlaridek har qanday to'siqdan xalqib o'tib, uzluksiz olg'a ilgirlayalaydi. To'sqinlar oldida g'angirab qaytib qolmaslik kerak. Qaytib qolgandan ko'ra harakatlanib oldiga mongan tuzuk. Yig'lab teliqib qolgandan ko'ra ish qilgan tuzuk. Yig'lashdan, g'angirashdan hech qanday foyda yo'q. Uning o'rniga ishlash kerak. Xiyol bu yerga kelganda shoirning ko'zlarida umid uchqunlari chaqnab, taraf-tarafdan dog'dam yo'llar echilgandek bo'ldi. Shoir shu on qo'liga qog'oz qalam elib, uzilmas umid deb yozdi. Bu yozmoqchi bo'lgan g'azalning mavzusi edi. Oradan 5-10 minut o'tmayla oq qog'oz umid chechaklarga purkaldi. Endi u ijodiy mehnatining javhiri bo'lgan bu chechaklarning xush hididan huzurlanishga boshladi. Biri eshikni qoqdi. "Kiring", dedi shoir eshikka qarab. Eshik ochilish bilan tang bir yigit kirib keldi. Bu yigit tikimchi ustamning shogirdlaridan edi. "Mehmonlar saqlab qoldi. O'zlarini chopsan kelsin" deydi. "Ha, bu ishni butunlay unutib ketibdiman. Hozirla boray. Billa akagin devidi. Ha, undaq bo'lsa billa mangayli." Ular ustamning uyiga yetganda, uy egasidan boshqa yana 3 kishi kutib o'ltirgan ekan. Ular shoir kirishi bilanla o'rinlaridan turib qarshi oldi va qo'l elishib ko'rishib, omonlik so'rashdi. "Bu ilm muallim", dedi sohibxona oq seriq, yumaloq yuzlik, ko'k ko'zlik, semizrak, sipoyi bir odamni tunishtirib. "Tuniyman. Bu peshqadam ustozning nom sharifi ko'p joyda tilga ilinadi", dedi shoir Eli muallimga hurmat nazari bilan qarab. Eli muallim ig'ir besiq odam edi. Bu kishi Maqsud Muhiti 1917-yili Moskvadan taklif qilib akelgan 6 o'qituvchining biri bo'lib, dastlab Turpanda,
Keyin Guchung Urumchilarda o'qituvchilik qilgan edi. U Yangzingshin hukumati yangicha maktablarni taqavatgandan keyin o'qituvchilik qilmay Urumchida boshqa ishlar bilan band bo'lib yurgan edi. Ikkinchi mehmon Tohirbek degan kishi edi. U Lukchun Wang avlodlaridan bo'lib, Xanzuchi o'qigan taraqqiyparvar odam edi. U Shinxay inqilobi g'alaba qilgandan keyin echilgan birinchi qaytimliq xalq vakillar qurultiyiga Xinjiangdan borgan vakillar tarkibida berib, Sunjongshan apandini rais jumhurliqqa saylashga qatnashgan va Sunjongshan apandi bilan ko'rishib, uningga Xinjiangda milliy ma'arifni yo'lga qo'yish, xalqni nodonlik, nomrodlikdan qutqizish to'g'risida taklif bergan edi. U shu yillari Xinjiangning siyosiy, iqtisodiy, madaniyati, ma'arif qatorliq ishlarga ko'ngil bo'lib, Urumchida turadi. Uchinchi mehmon qora o'nglik, qo'yuq qoshliq, qora ko'zlik, qonshorliq kelgan Yusuf ismli kishi bo'lib, shu yillarda qatnash idorasining atrofini cho'rgilab ketolmaydigan, shopurlikqa qiziqadigan, texnikaga berilgan, intilishchan, taraqqiyparvar, ijtimoiy harakatlarga aktiv qatnashadigan fidoi odam edi. Tikimchi ustam bugun Abduxoliq Uyg'urga qo'shib, bu kishilarni mehmonga chaqirgan edi. Shoir, bizga biroz sovg'at og'ash keldingizmi qandoq? Dedi Sayibxona kutilmagan yerdan so'z boshlab. Bu so'z to'g'ri aytildi. Bug'doyning bahonasida qarmoq suv ichibdi degandek, bizmi bahramon bo'laylik. Dedi Tohirbek uy egisining so'zini quvvatlab. O'ttirg'i chiqag'udek bir narsa yo'q. Necha kundan fikrim chechildi. Shu sababdan bugun bu yerga kelganligimni unutibdiman. Bundaq ahvolda, shundaq bo'lsa-mu bir nima anglayli. Boyatin bu haqda jiq so'zishib taqazza bo'ldik. Umidlarimizni yada qo'yma. Shoir Sayibxona va mehmonlarga bir qur nazar tashlab, ularning kuchli taqazza bo'layotganligini ko'rib, yonchuqidagi qog'ozni chiqardi. Ular o'z talablarining o'rindilganligini ko'rib, mamnunlik bilan barakallah, hashqallah deyishib shoirga qarab turishdi. Shoir yengili yozgan she'rni o'qib berdi. Üzülmez umid. Havoda ko'p bulutlarda davom shundoq tutilg'aymi? Quyoshning nuri yoki ushbu manandan qutulg'aymi? Quyoshning tamkini bordir, sochur nurin davom aylar. Subati yo'q bulutlarga uning kayfi buzilg'aymi? Quyoshga dalda qilmoqlik aqlsizlik dalilidir. Sening bu yupqi bo'z xaltang begizlarni yushirg'aymi? Chiqar bo'ron taraflikda garchi o'ylamay tursang, agar qattiq chiqib ketsa buzuq tunglik yipilg'aymi? Jaholat buluti to'sti quyoshning hech ko'rib bo'lmas. Muqaddas u quyosh nuri bizda ham tepilg'aymi? O'qitmay balalarni o'ynatib xo'p yaxshi cho'ng qildik. Bu balalar og'ir yerim nonni topolg'aymi? O'qinglar, o'qitinglar, ham havo avzoyini buzdi. Agar yo'q bo'lsa hozirlik, bu millat ham yo'qolg'aymi? Barakallah, opirin, sizga ko'p tashakkur. Eli muallim yonchuqidan qo'l yog'liqini chiqarib, ko'zidagi yosh tomchilarini surtgan holda rahmat aytdi. Boshqalarmu o'xshashla hayajonlangan edi. Ko'pchilik she'rni yana bir martam o'qib berishni talab qilishdi. Shoir she'rni ikkinchi qaytim o'qigandan keyin Eli muallim yana bir muncha tashakkur bildirib dedi. Sizning she'rlaringizda xuddi bizning Abdulla To'qayning she'rlarinikiga o'xshash fikrlar ochiq, o'qimliq va kaskin quyilgan. Tataristonnikiga o'xshash g'azit majmualarimiz bo'lgan bo'lsa, she'rlaringizni e'lon qilib, omma bilan ko'rishtirgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Afsuski, bu yerda u xil vositalar yo'q. Bu yerda onda-munda o'limga buyurilgan gunohlar to'g'risida chiqargan e'lonlardan boshqa hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Urumchida katta shaharda bir sinflik maktabmi bo'lmasa, hamma tarafini nodonlik, jaholat qoplasa, sizning she'ringiz dal shuningga qarshi etilgan o'q, katta xitobnoma. Bolalarimiz o'qimasa, kelgusida yerimdan topolmas holatga tushib qilishi muqarrar. Nodonlikqa mahkum bo'lgan millatning zavolliqqa yuzlanishi cho'qim.
She'rlaringizdagi fikrlar haqiqatan cho'nqur ekan. Fikrlaringizga ming opirin, ming opirin. Bu ishlar nemishqa o'ngshalmaydi? Yang Zingshin bo'ladigan bu ishlar menga o'ngshalmaydi. Bu odam o'tib ketgan mutaassib. U jumhuriyatni shaklan ma'qul ko'ryapti. Amaliyotda yurgizayotgani yana shu xalliq tuzum. Anglasam, Yang Zingshin xotin bolalarini, dunyo dapinlarini ishkirga yutkayapti. Tianjinda kelishtirib, qasr ayvon silyapti deydi. Shuni qaraganda, u keladigan xiyolg'imi keldimi qandaq? Amaldorlarning hiyla-mekrlari to'la. Mutaassib amaldorlar bir taraf, taraqqiyparvarlar yana bir taraf bo'lib olib, bir-biriga qarshi jiddiy kurash qilyapti. Fanyovnan degan bir kishi bor. U bir oz ilg'or fikrlik bo'lib, xiyonatchilikka, jaholatga qarshi turishni tashabbus qiladi. U bu to'g'rida Yang Zingshinga ko'p qitim taklif fikr bergan bo'lsa-mu, uning fikrlari e'tiborsiz qoldirildi. Mushu masala ustida bularning o'ttirisida ziddiyat bak kasgan. Qani, kimni kim yengib chiqarkan? Cho'nqir yildiz totib ketgan qiyri daraxtni yiqitmoq tas bo'larmikin? Agar yildizdan chirigan bo'lsa, birli bo'ronda yiqiladi. Yang Zingshin hokimiyatidan iborat yildizi chirib, o'zaklari porg'a aylangan bu qiyri daraxt bir bo'ron chiqsa, cho'qim g'olab tushidi. Shoirning degini to'g'ri. Qing sulolasi hokimiyati, Char podshoh hokimiyati va tarixdagi boshqa hokimiyatlarning hammasi chiriklashganlikdan yiqilgan. U muqarrar shundoq bo'ladi. Chirik hokimiyatni har qanday kishi halokatdan saqlab qololmaydi. Bu bir qonuniyat. Yang Zingshin hukumatimi chiriklikda uchiga chiqdi. Bu mu cho'qim halok bo'ladi. Fanyovnan bilan uchrash qilib bo'ladimi? Hozirgi amaldorlar bilan ko'rishish qiyin. Oldi bilan ularga panzi kirgizish kerak. Ular panzini ko'rib, vaqt belgilab bergandan keyin ondan ko'rishkili bo'ladi. Siz o kishi bilan ko'rishmoqchimi? Maktab etish to'g'risida fikrlashib boqaymikin dedim. Unda xiyolingiz bo'lsa, amal qilib beqing. Biroq o kishi hozircha aniq javob bermasmikan? Mayli. Gapingiz to'g'ri. So'zlashib uning fikrini anglab beqing. Burxon Avzi Fanyovnan bilan yaqin o'tadi. Shu kishi bor bo'lgan bo'lsa, ko'rishmak oson bo'ladi. O kishi hozir yo'qmi? Yaqinda Kucho Turpan taraflarga ketib qoldi. O kishi bo'lmagan taqdirdami amal qilg'ili bo'ladi. Mehmonlar tomoq ustida yana bir muncha so'zlashdi. Suhbat nihoyatda qizg'in va ko'ngillik bo'ldi. Eli muallim Tahir Beklar suhbat davomida pat-pat shoirga qarab ixtiyorsiz 10 gulining biri echilmagan bu yigitning shaxsiy ham uy oila qayg'ularini bir chetga qayirib qo'yib, ma'rifatchilik qilayotganligiga, butun zehnini mushu ishga sarf qilib, chatqonliklar ichidan yo'l tepish uchun jon pido qilayotganligiga tahsin o'qishdi. Ular yoshlar orasidan mundaq odamning chiqishi 100-1, 1000-1. Ko'pincha yoshlar yoshlik davrini o'ynab kulib zoyi qiladi. Shuning bilan ular xarob bo'ladi deganlarni xiyolidan o'tkazishdi. Mehmondorchilik oxirlashganda ko'pchilik bir eg'izdan uzilmas umidni yana bir qitim onlayli deb talab qilishdi. 9-bob. Eli muallimdan oriyatga olgan Shura majmuasining yillik to'plamini ko'rish bilan band bo'lgan shoir kunning qanday kech bo'lib qolganligini sezmagan edi. Shura Sovet Rossiyasidan keyingi yillargacha nashr qilingan tarix, jo'g'rafiya, adabiyot, san'at, falsafa qatorliq hamma sohaga chetiladigan bir qadar mukammal universal majmua edi. Shoir maqolalarni zo'r ishtiyoq bilan o'qidi. Har bir asardan ajoyib shirin lazzat oldi. Afsuski, bu xil majmua jurnallar nima uchun bizda yo'q degan bir savol uning oromini buzib, ko'nglini g'ash qiladi. Bu masalada qandaqdir azobli xiyolga g'arq bo'ladi. Shunisi aniqki, bu xiyol muqarrar yo'sinda sudun o'tib loyga sanjilgan pichoqdek nihoyatda chapsonlar istibdod hokimiyatga, mustabid Yang Zingshin yurgizayotgan jaholatlik siyosatga berib taqiladi. Yang Zingshin lanat nafratga mahkum bir xunuk gavda. Go'yo ichki teshi qoridab ketgan ko'ni kesak turg'un. Shoir har qancha tasavvur qilsa-mu, u ko'ziga odam siyoqida emas, balki og'zi burnidan qon eqib turgan. Butun gavdasi qon yiring bilan bulg'angan
qandaqdır bir yerginishlik badbashiri maxluq siyoqida ko'rinadi. Yang Zhengxin 10 necha yildan beri yurgizib kelayotgan jaholatlik siyosat. Uning qilgan atganlari go'yo tinimsiz gurkirab chiqayotgan dahshatli qora bo'ron. Butun yurtni vayron qilg'uvchi ofat edi. Shoir tinimsiz xiyol suratdi. Uning xiyoli adolat haqqoniyat suyi bilan sug'urilgan edi. U xiyol dengiziga cho'kkan seri qalbining cho'nqur qatlamidan Yang Zhengxinning mustabid hokimiyatiga qarshi kuchli g'alyon ko'tariladida mustabid hokimiyatning asorat zanjirlarini parchaqlab tashlash uchun qat'iy irodaga keladi. Shoir xiyol suratdi. U xiyol osmonida parvoz qilgan seri ko'z oldida ajoyib go'zal manziralar, ajoyib gullangan davrlar namoyon bo'ladi. Dal shu paytda eshik chekilib uning xiyoli uzib etildi. Kiring dedi shoir qo'lidagi to'plamni yepib. Uyga peshonasi kang, qoshlari quyuq, ko'zlari cho'ng. Burni qirliq, eniki ushluq, burutliq kelgan 30 yoshlar chamisidagi bardam bir yigit salom berib kirib, shoir bilan ko'rishgandan keyin o'zini tanishtirdi. Urumchilik, Nujub degan men bo'laman. Meni Jerchi Nujub desa tunimaydigan kishi yo'q, balki o'zingizmi anglagan bo'g'aydingiz. Shoir uning so'ziga hech qanday inkos qaytarmasdan ta'rini sal turib qarab qo'ydi. Nujub so'zini davom qildi. Men sizni choyga aytib kelib edim. Mehmonlarning sizni ko'gisi bor ekan, saqlab qoldi. Qayerda, qandoq joy? Dedi shoir erinchaklik bilan. Uning butun xiyoli majmua to'plamida edi. Choy mening uyimda. Shunga sizni chaqirishga o'zim keldim. Bugun chillangan kishilarmi undaq-mundaq odamlardan emas, katta kishilarning bolalari. Kontor xizmatchilari. Hammasi siz bilan tanishsaq degan orzuda. O'zra yetsam qandoq bo'lar? Dedi shoir mehmondorchilikqa berishdan bosh tortib. Chunki Nujubning katta kishilarning bolalari degan so'zi uning ra'yini qaytargan edi. Bugun qatnashib bermasangiz zodi bo'lmaydi. Mening taktimim turpalliq. Biz bir turpalliq turib, turpalliqning uyiga bormayman desangiz, zodi aplashmaydi juma. Jerchi Nujub yelimdek chaplashib turib olganlikdan shoir noiloj ma'qul bo'lib mehmondorchilikqa maqdi. O'rimchining boyliqdan kerilgan atoqliq cho'ng boylari kunduzgi bo'sh vaqtlarida qora burut Ahmadjonga o'xshash kishilarni masxir qilish bilan ko'ngil ko'tarsa, ularning bolalari, kontor xodimlari, mol sotquchi yoki buxgalter bo'lib ishlayotgan yoshlar kechki mehmondorchilik, choy ziyofatlarga uyushib, soz chelib naqsha aytib, usul o'ynab, qarta o'ynab, aroq-sharob ichishib ko'ngil aytishadi. Bugungi o'ltirish qatori kelayotgan nerin o'ltirishi bo'lib, buningga Abduxoliq Uyg'urni atoyin taklif qilgan edi. Shoir salom berib mehmonxonaga kirganda, uni uydagilarning hammasi o'rinlaridan turib qarshi oldi va hurmat ko'rsatib to'rga o'tkazdi. Bu o'ltirishga qatnashganlardan Mahmud Xo'ja yoshda cho'ngroq edi. Uningdan qolsa usulchi Mo'min apandi, garmonchi Burnashev, Jerchi Nujub deganlar cho'ng edi. Uningdan boshqalari 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar bo'lib, to'lisi o'zbek, tatar boylarining bolalari edi. O'zbek bolalari badam doppa, tatar bolalari taqiya bilan farqlanib turadi. Burut qo'yish yoshlar orasida moda bo'lg'achqa to'lisi burut qo'yishgan edi. Ba'zilari texi seriq tuklari tushib ketmagan burutsiz bolalar edi. Undaqlar xuddi kaptarning bochqisidek sop-seriq yoki oq pishmoq ko'rinadi. Bu yoshlari Abduxoliq Uyg'urga go'yo yotsirgandek yiroqdan yoki yer tegidan qarishib o'ltirishadi. Bir chaqda peshqadam hisoblanadigan Mahmud Xo'ja dedi. Hammamiz ko'rishni orzu qilgan mehmon Abduxoliq Uyg'ur mana oldimizda o'ltiribdi. Shu oraliqda sohibxona patnusda choy akilib, shoirga tavazuliq bilan tutdi. Xush keldingiz ey aziz mehmon. Chiyimiz oddiy bo'lsa-mu, ko'nglimiz obdan. Endi nima armon? Tart Burnashev. Dedi o'lik varqirab. Shu Allah garmon tartildi. Garmondan chiqqan bir qancha xillar sansada uy ichini jironlatdi. Garmon tartilsa, o'zini tutib tura olmaydigan Jerchi Nujub jirlashqa boshladi. U yaxshi jirlaydi.
u birdamning ichida tatarning bir qancha dangliq naqshisini bir-biriga ulab garmonga tenkash qildi. Bu naqshlarning mo'ngluq sadolari odamni g'idiqlaydi. Balalar udar o'rnida chavak chelib, pat-patla happali deb varqirab, jirg'i payzi qo'shatdi. Nujubning birla ayibi jir boshlab olsa, to'xtatqili bo'lmaydi. Shuning uchun jirchi deb atalgan bo'lsa kerak. Uning naqshisi tugmas naqshiga aylanganda, yoshlarning bir munchisi qarta boshlaydi. Yoshlar odatda to'ti bir bo'lsa qarta o'ynab o'rgangan. Hatto uningga xumor bo'lib qolgan edi. Shunga bir bulungda to'ti bir doira bo'lib suvay ko'zur o'ynadi. Bu tarafda ikkisi birlashib, beti qalar boshlaydi. Ular qartini ko'ngil qo'yib o'ynaydi. Ular uchun utush oltin tepib olgandanmi ortiq xushallik bo'lsa, uttirish beshiga tog' yiqilgandanmi ortiq xapilik hisoblanadi. Uttirgan tarafni utgan taraf varqirab jarqirab masxir qiladi. Bir-birining peshonasiga qarti chaplab kulki chiqaradi. Mehmondorchilikning garmon, jir, qarta, kulki chaqchaqlardan iborat qizg'in va ko'ngillik boshlanmasida buyanqilar xudini yo'qotgan holda hayajonlanib ko'ngil ko'tarib o'tadi. Abduxoliq Uyg'ur bo'lsa, o'zim har joydaman, ko'nglim sendadir degandek mehmondorchilikda o'ltirsimu ko'ngli uyda qolgan majmua to'plamining batlarida edi. Jirchi Nujubning uzunga so'zilgan naqshisidan zerikkan yoshlar bir tarafdan igrayt deb varqirab, yana bir tarafdan isqirtib, qalaymaqonchilik tug'dirishga boshladi. To'xtanglar, dedi Mahmud xo'ja qo'l shiltib. Uy ichi xuddi qaynayotgan qozonga bir cho'mich sovuq suv qo'ygandek tinchlanib, hammasi uning og'ziga qarab turishdi. Bizda bir oz tartib bo'lsin. Bugun bu yerda aziz mehmon bor. Varqirab jarqirasak o'yat emasmi? Tartibni saqlab, adabli o'tirish kerak. Tartibni saqlash uchun podshoh saylasa qandoq? To'g'ri, shunday qilaylik. Undaq bo'lsa, qani kimni saylaymiz? Mahmud xo'ja aka o'zi podshoh bo'lsin. O'ng qo'l vazirlikka Abduxoliq Uyg'ur, chap qo'l vazirlikka Ilhomjonni saylaylik. Qandoq deysizlar? Bo'ladi, shundoq bo'lsin. Saylamdan keyin podshoh o'ttirida o'ng va chap qo'l vazirlar ishga yanda o'ltirdi. Abduxoliq Uyg'ur amdilikda o'ltirishga kirayotgan mazmunga bir oz qiziqib, diqqatini markazlashtirdi. Podshoh Mahmud xo'ja ko'pchilikka bundoq dedi. Ko'pchilik, diqqat. Men podshoh bo'lish sifatim bilan shuni jakarlaymanki, mening elimda tartib saqlansin. Bog'larimizda gullar echilib, bulbullar sayrashsin. Nag'ma-navo jaranglab, naqshlar yangrasin. Usullar o'ynalib tursin, samovar qaynab tursin. Qandallar hasalga, piyolalar shakarga to'lsin. Qandoq deysizlar? To'g'ri, shundoq bo'lsin. Podshoh bir ishorat qilib edi, Mo'minjon Duttarni, Abdurasul Samad tamburni o'zaro tenkash qilib chelishga boshladi. Bu ikkisi endi 20larga kirgan bo'lsa-mu, Duttar tamburni voyiga yetkazib chaladi. Ular Duttar tamburni uzoq tirangitib o'ltirmayla, dilxirajda boshlaydi. Asli barqu havodistin malomat chog'idir. Rahmi qil davlatli sultonim muravvat chog'idir. Fuzulining bu hikmatlik g'azili Duttar tamburdan chiqayotgan yaqinlik kuylarga qo'shilib avjiga ko'tarilganda, o'ltirganlarning nozik yurak torlarini chekib, vujudini larziga soladi. Naqshi oxirlashib, dilxirash muzikasi chalinganda bir nechaylan ixtiyorsiz holda usulga tushdi. Ular usulni sho'q o'ynaydi. Avjiga kelganda avrishindek nozg'ib hammalarni hayron qoldiradi. Uning orqadan ajam, yar-yar qatorliq naqshlarga chelindi. Naqshi usullar rosa payza topganda, ba'zilar o'zini tutib ololmay igrayt, pajalista, marhamat deb farqlashib, o'zaro o'yin kulki qilishadi. Muzika tamom bo'lgandan keyin bu ishga qarta tartib e'lon qilishga to'g'ri keldi. Uqtirish. Bundan keyin hamma odam o'z ona tili bilan so'zlaydi. Agar kimda-kim o'z ona tiliga rostcha aralashtirib so'zlaydi ekan, bir eg'iz so'z uchun bir misqol ishtirok to'laydi, dedi chapqul vazir Ilhomjon varqirab. Qo'shilimiz. Undaq bo'lsa, vazir oliylarining og'zidan chiqqan ishtirok so'ziga qanday qilamiz? Ilish kerak. Zakon degan zakon bo'ladi. Ha, zakon so'zi 2 qatim aytildi. 2 misqol. O'zim bir qatim aytdim, 1 misqol.
Bu tuzum ijro qilinar-qilinmayla murakkablashishga boshladi. Tuzumni qayta muzokara qilish kerak. Yolg'iz rus tiliga chek qo'ymasdan, arab, faris tillariga chek qo'yishimiz kerak. Uningda biz bir-birimizning etini chaqirolmay qolamiz. Ismdan boshqa so'zlarga chek qo'yayli. Bir muncha talash tortishlar bo'lib, uy ichi qizigan edi. Darvaqa, rus tiliga qaraganda arab faris iboralari turk tillarining eng nozik qatlamlarigacha singib ketgan edi. Agar tilimizga aralashgan arabcha farischa so'zlarga jarimani elish belgilanadigan bo'lsa, o chaqda har qanday odam jarimani to'lashdan omon qolmaydi. Bir jumla so'zni deyish uchun bir qancha misqal pulni oldin to'lab qo'yishga to'g'ri keladi. Shunga ko'p talash tortishlardan keyin oxir tuzumni qoldirib yetib, janjalni besiq turishdi. G'alva g'ovg'a bir oz pasaygandan keyin yana muzika chelindi. Bu qitim Mo'min apandi Olmaxon, Onarxon naqshlarini aytqach, qiziqarli harakatlar bilan usul o'ynadi. Yana 2 yosh taklif bilan qaraqash, bilayzik nomerlarini o'rindab, ko'pchilikning ko'nglini ko'tardi. Tamoq xeyli kechda tayyor bo'lgan edi. Dasturxon silinib, tavoqlarda nerin keltirildi. Mehmonlar burutlarni silashtirib o'ltirib, qo'rsaqlari yerilgudek darajada nerin yeyishdi. Ular qopqora damlangan sinchoy ichib o'ltirishganda, nerinchi chal sohibxonaga vakolatan xoligan biriga nerin etishga kirib keldi. Qo'lida nerin bilan to'ldirilgan yo'g'on bir gardun piyola bor edi. U bir piyola nerinni mijib bir kapam holatga keltirdi. Mehmonlar nerini kimga otarkin deb qarishib o'ltiradi. Nerinchi nerini Mahmud xo'jaga otmoqchi bo'ldi. Hammaylan qo'shilib qarshi oldi. Mahmud xo'ja pakar, kang qo'lliq, ko'zi cho'ng, yo'g'on qo'rsaq, shapurut odam edi. U o'ziga vazifa bo'lib turayotgan nerinni yutmoqchi bo'lib, burutlarni qayrib, tizlinib o'ltirdi. Va og'zini lahangdak echib tayyorlagan nerinchi nerin pomni uning og'ziga birli etividi. Mahmud xo'ja hop qilibli yutib yetib, burutini silab, ko'zlarini pal-pal qilib bahramon o'ltirdi. Mehmonlar uning nerin yutgandiki va uningdan keyingi turqiga qarab ixtiyorsiz kulishib ketdi. Otgan nerini qoida bo'yicha birli qitimda chaynamasdan yutib yetish shart edi. Agar bir qitimda yutolmay chaynab solsa yoki bir tal yarim tal cho'pni chechib qo'ysa, keyingi nerin mashribi shu kishining gadiniga tushadi. Baxtga yarasha Mahmud xo'ja hop qilib bir navbatli yutib g'alba qildi.